Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana Udoli Sodiqjon akaning avtobusi 10-may kuni Qozon shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Biz yana qaytib adresimizni aytamiz. Metuskiy magistral 9 Uzdev avtoservisini oldidan haftaning seshanba, juma, yakshanba kunlari отправление oladi. Passajirlarni olamiz. Qani, yo bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum. Bugun mana safarga chiqib ketyapsizlar. Safarlar bexatar olsin. Ona vatanga, bola chaqalarni oldiga sog'-salomatda kirib boringlar, akalar. 2000lardan oshib pul olmadingmi? Yo'lkiradan, bagajlardan salomat bo'lasizlar. Yo'ldan chiqishdan oldin bitta kattamiz duo bersa yaxshi bo'lardi. Aka, siz duo berasiz. Keling, bitta duo bering. Ilohim. Xotirjamligi bo'lsin. Ona yurtimizga eson-omon yetib olaylik. Hammamiz bola chaqani oldiga, ota-ona oldiga ketgan odamlarmiz. Sho'pirlarni ham ishongidan ko'rsamlar, xotirimizni ham hammamiz eson-omon yetib olaylik. Amin. Alloh akbar. Mana to'shlar Udoli Sodiqjon akaning avtobusi 10-may kuni Qozon shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, haqlari duo qilib qo'yasizlar. Sog' salomat ona vatanga kirib borsin. Salomatda ko'rishguncha sog' bo'linglar sizlar bilan. Xo'p.